Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Farg'ona viloyat boshqarmasi binosida viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati ishtirokida navbatdagi matbuot anjumani o'tkazildi. 2024-yilda ichki ishlar organlari tomonidan jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar tahlili va tizimda olib borilayotgan islohotlar mazmun mohiyatiga bag'ishlangan anjumanda 30 dan ortiq jurnalistlar, bloger hamda ijtimoiy tarmoq faollari ishtirok etdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, jamoat xavfsizligi xizmati rahbari podpolkovnik Farruxbek O'sarov, shuningdek, huquqbuzarliklar profilaktikasi, tergov probatsiya, yo'l harakati xavfsizligi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmalari boshliqlari, tegishli xizmatlarning mas'ul rahbarlari, ommaviy axborot vositalari vakillari bilan yuzma-yuz muloqot qilib, ularni qiziqtirgan savollarga atroflicha javob berdilar. Anjumanda qayd etilgandek, o'tgan 2024-yil viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan raqamlashtirish yili deb e'lon qilinib, yil yakuniga qadar viloyat miqyosida 46.895 ta video kuzatuv kameralari o'rnatildi. 1062 ta mahallaning 5614 ta kirish va chiqish joylari to'liq raqamlashtirilgan edi. Raqamli texnologiyalar va yangicha ish usullari joriy etilgani amaliyotda o'zini to'la oqladi. Hozirda sodir etilayotgan jinoyatlarning qariyb 30-40% kuzatuv kameralari va zamonaviy qurilmalar yordamida fosh etilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 3-yanvar kuni e'lon qilingan 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori raqamlashtirish jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqdi desak xato bo'lmaydi. Qarorda belgilangan vazifalarni amaliyotga joriy etish maqsadida viloyatdagi 1062 ta mahallaning barchasida yo'l xaritalari ishlab chiqildi. 456 ta namunali xavfsiz ko'cha, 1140 ta namunali xavfsiz yo'laklar tashkil qilish, 700 ta ko'p qavatli va yakka tartibdagi xonadonlar, savdo va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarini domofonlar bilan jihozlash rejalashtirilgan bo'lib, hozirda bu ishlar qizg'in davom etmoqda. Tadbirda yo'l harakati xavfsizligi, jamoat tartibini saqlash, kiber jinoyatchilik yo'nalishlarida ko'plab savollar, taklif va mulohazalar o'rtaga tashlandi. Bulardan tashqari probatsiya, kinologiya, maxsus muassasalar, nazorat, litsenziya hamda karantin yo'nalishlari bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilgani ta'kidlab o'tildi. Bugungi o'tkazilgan matbuot anjumanimiz bevosita Farg'ona viloyatida 2024-yilda jinoyatchilik, huquqbuzarlikni oldini olish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar, qolaversa 2025-yilda mazkur ishlarning davomi, shuningdek prezidentimizning 2025-yil 3-yanvar kunidagi 2025-yilda respublikamiz mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli qarori bo'yicha viloyatimizda amalga oshirilayotgan ishlar, umuman bizga yuklatilgan vazifalar yuzasidan bu yerdagi matbuot xodimlari, ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlarimiz bilan muloqotlar o'tkazdik. Albatta, muloqotlar jarayonida nafaqat ushbu yuqorida aytilgan mavzular, qolaversa umuman jamoatchilik vakili sifatida o'sha jamiyatimizda uchrayotgan bugungi kundagi yo'l harakati xavfsizligi, jamoat tartibini saqlash, qolaversa bugun jamiyatning og'riqli nuqtasi bo'lib turgan kiber xavfsizlik, ya'ni kiber jinoyatlarni oldini olish bo'yicha o'sha uchrayotgan muammolarni bular matbuot xodimlari, ommaviy axborot vositalari xodimlari bu yerga yig'ilgan mutasaddilarimizga savol tariqasida berishdi va albatta mana shu mavjud muammolarni bartaraf qilish bo'yicha dastur belgilab olindi. Albatta, bu kabi o'tkazilayotgan tadbirlar ichki ishlar boshqarmasini eng asosiy maqsadi mana shu ochiqligini ta'minlash, shaffofligini ta'minlash, jamiyatimizga, fuqarolarimizni qiziqtirayotgan, jurnalistlarimizni qiziqtirayotgan masalalarga bevosita mana shunday jamoa ichida ochiqdan ochiq o'sha ularning savollariga javob berish orqali o'zaro hamkorlikni, idora bilan, boshqarma bilan fuqarolar o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash bosh maqsad qilib olingan. Albatta, ushbu yo'nalishda kelgusida ham muntazam belgilangan tartibda matbuot anjumanlarini, brifinglarni o'tkazish orqali mana shu jarayonning uzviyligini ta'minlaymiz. Anjuman yakunida viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati hamda ommaviy axborot vositalari o'rtasida hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish, huquqiy targ'ibot ishlarini jurnalistlarning mahorati yordamida yanada ta'sirchan usullarda yo'lga qo'yish bo'yicha kelishib olindi.